Hammaga salom. Ko'pchiliklarning o'ylashlari mumkin, nima uchun biz o'rta asrlarda qaloq bir davlatga aylanib qoldik? Nima uchun Yevropa bizdan o'zib ketdi? Nima uchun Xitoy bizdan o'zib ketdi degan savollar berishlaring mumkin. Va ko'pchiliklarning faxrlanasizlar Amir Temur deb, lekin undan keyingi to SSRgacha bo'lgan tarixni pashti ko'rmaysizlar, yo bo'lmasa haligi bir bo'shlik deb qaraysizlar. Aslida esa bu bo'shlik emas. Nima uchun? Amir Temur 1405-yilda olamdan o'tgan bo'lsa, ruslar, ya'ni SSR davri 1923da tuzilgan bo'lsa, bu orada ya'ni 500 yil haligi bo'lyapti. Ya'ni 500 yilda sizlar bunday haligi qilib qo'yasizlar. Bunday yo'q deyapsizlar, bu tarixni bilmaysizlar. 99% bu tarixni bilmaysizlar. Lekin bu qaloq bo'lib qolishimizning sababini ko'pchilik Temurdan keyin haligi Pirmuhammad Mirzoga taxt tegmagani, Temuriylar o'rtasidagi o'zaro nizoda deb qaraysizlar. Aslida esa bu xato. Nima uchun xato? Mana men sizlarga aytaman buni. Haqiqiy bir tarixchi o'laroq. 1453-yil Usmoniylar sultoni Fatih Sulton Mehmet Konstantinopolni fath etdi. Ya'ni Vizantiya imperiyasini tamoman yo'q qildi. Hatto o'zini Kayseri Rum, ya'ni men yangi Rum imperatoriman deb e'lon qildi. Va bu bilan chegaralanmadi. Fatih ketib Qrimdagi haligi Genueskiy portlarini ham qo'lga kiritdi. Va dediki, endi Buyuk Ipak yo'li meni kontrolim ostida va undan tashqari kuchli flot qilib, butun O'rta Yer dengiziga tahdid solishni boshladi. Dediki, endi dedi, butun Yevropa dedi, menga pul to'lamasdan dedi, 1 gram, ya'ni murch bor-ku haligi priprava. Xitoydan kelayotgan yoki Hindistondan kelayotgan pripravalarni olib o'tolmaysizlar dedi. Buyuk Ipak yo'lini 100% kontrolni qo'lga kiritdim dedi. Bu degani Yevropaga istagan nalogimni, istagan monopoliyamni qo'yaman degani edi. Venetsiya va Genua bunga rozi bo'ldi. Ya'ni dediki, mayli, senga to'lasak to'laylik, shu tovar bizga o'tib tursin dedi. Lekin Ispaniya, Portugaliya, Fransiya gibi davlatlar bunga rozi bo'lmadi. Va ular alternativ qidirishni boshladi. Ya'ni boshqa bir aniqlashni boshladi. Yo'l qidirishni boshladi. Shulardan biri 1492-yilda Amerikani kashf qilgan Christopher Columb bo'ladi. Va eng qizig'i, yevropeylar yangi kema ixtiro qilishni boshladi. Ya'ni galeon deyshadi. Galeon kemasi haligi katta bo'ladi, parus bilan harakatlanadi. Va bu kemalari bilan ular o'yladiki, aylanib borsak, mana yer yumaloq-ku, to'g'rimi? Bunaqasiga g'arbga qarab yursak, tushsak, biz Hindistonga chiqib boramiz deb o'yladi. Lekin Christopher Columb buni amalga oshirayotganda Amerikani kashf qildi. Shuning uchun ham haligacha hindular deb gapirishadi. Tushunyapsizlarmi? Lekin portugalskiy boshqa bir haligi dengizchi Vasco da Gama Afrikani aylanib o'tib Hindistonga chiqib bordi va dediki, endi Buyuk Ipak yo'liga ehtiyoj yo'q dedi. Tupurdim dedi Buyuk Ipak yo'liga dedi. Mana dedi. Alternativ dedi. Aylanib o'tamiz Afrikani dedi, hali Hindiston dedi. Ya'ni avvallari 6 oy yo'l bosilgan Buyuk Ipak yo'li endi 1,5 oyda kema bilan borilyapti. Portugallar bu narsada juda ham tez boyib ketdi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni endi ortiq haligi Buyuk Ipak yo'liga ehtiyoj yo'q edi. Keyin buni bizga qanday ta'siri bor? Bu tarix desalaring, men shunday deb aytaman sizlarga. Buyuk Ipak yo'li Samarqand, Buxoro gibi bizda ya'ni muhim bo'lgan shaharlardan o'tardi. Bu yerlarda karvonsaroylar bor edi. Mana vodiyda ham bor, karvonsaroylar bor edi. Ular karvonsaroylarda kelib tunab, shu savdogarlar, o'sha Rimdan kelayotgan, yo Parijdan kelayotgan, yo bo'lmasa o'sha Myunxendan kelayotgan savdogarlar to'xtab, Samarqandda, Buxoroda bir kecha yotib, bitta oshdan yeb, somsalardan yeb, u yerda bo'layotgan yangiliklarni bu yerdagi insonlarga yetkazib turadi. Keyin Xitoydan qaytayotgan savdogarlar ham Xitoyda bo'layotgan yangiliklarni bu yerga yetkazib turadi. Ya'ni biz o'zbeklar o'sha vaqtga haliginda bir xil ketatdik. Mana shunday bir xil, ya'ni Samarqandda o'tirgan odam karvonsaroyda bilib turibdi. Siyanda nima bo'lyapti, Rimda nima bo'lyapti, Parijda nima bo'lyapti, Madridda nima bo'lyapti. Tushunyapsizlarmi? Lekin Buyuk Ipak yo'li yopilgandan keyin Yevropa kuchayishni boshladi, Xitoy kuchayishni boshladi. Biz esa ortda qolib ketdik. Chunki biznikilar o'zi ortiq haligi bilan qiziqmay qoldi. Dunyo bilan qiziqmadi. Oddiy misol, mana sizlarga bitta narsani qishloqchasiga qilib misol keltiray. Qishloqdan ko'chaga chiqmasang, hech narsani bilmasang, yuraversang ketmoningni chopib, bir oradan keyin shaharga chiqsang, qaraysan, voy, men park bo'ptimi? Voy, mana yerda
temir yo'l qurilibdimi, voy maytda haligi yangi metro bekati ochilibdimi deysan-ku, xuddi shunday bo'lib qoldik. Ya'ni biz sizlarga qishloqchasiga tushuntirganda zamondan orqada qolib ketdik. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni Temur davri bilan Soyuzga kelishguncha bo'lgan 500 yillik tarixni biz xalqimiz bilmasligini sababi bizda tarix fani to'g'ri, tuzgun bir ravishda o'qitilmaydi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bu detallarga amal qilinmaydi yoki bo'lmasa aytib o'tilmaydi. Mana men sizlarga hozir shuni aytib o'tyapman. Shundan keyin bizning xalq haligi to'poy bo'lib qoldi va dindorlari ta'sirida qolib ketdik. Ya'ni bizning xalq nima bo'lsa, haligi o'zi yozish o'qishni bilmaydi. Ko'p harflar arabcha. Boradi, domladan nima gapirsa o'shani eshitib o'tiravergan molga o'xshab. Ular ham keyin nima desa shuni aytganini qilib yuravergan, tushunyapsizlarmi? To ruslar kelib, po'yallarni odam gibi bir haligi qilib, bu xalqni odam gibi tarbiya qilib, yozish o'qishni o'rgatmaguncha bizda xalq uyg'onmagan. Ya'ni shunday desam bo'ladi, Temurdan keyin to Esirgacha bizda xalq uxlagan. Rasman aytishim mumkin, uxlagan. Xo'sh, shunday ekan, ya'ni men sizlarga shu aytmoqchi bo'lgan gapim shudir. Ya'ni Buyuk Ipak yo'lini yopilishi o'zbek millatini rasman uxlatdi. Tushunyapsizlarmi? Chunki bizni dengizga chiqishimiz yo'q. Islom Karimov ham bizga aytmagan. Shu eng katta armonim shu Jahon okeaniga chiqolmaganimiz degani bu o'sha savdo yo'llarini biz aniq qila olmay qolganmiz. Chunki bizni hali hududdan hech kim o'tmagan, tushunyapsizlarmi? Chunki bu hududlar o'sha hech kimga keraksiz deb qaralgan. Ular o'sha Afrikani aylanib o'tib kemada Hindiston bilan Xitoy bilan savdo qilavergan. Shunday ekan, meni sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim, jahondan xabardor bo'lib turish kerak, o'qish kerak, jahonda bo'layotgan yangiliklarni ko'rib turish kerak va o'shanga qarab intilish kerak, tushunyapsizlarmi? Ya'ni haligi tosh davrida qolib ketmaslik kerak. Xo'sh, videoning ma'nosini sizlarga tushuntirib bera oldim degan umiddaman. Hammaga xayr.